A puli ham arzonmi? Puli arzon aka, puli bo'zadi narxida bu. O. Söyle. 17 milyon 500 verirsin bunga aka. Uy. Bunu pulga Maqsad oldingizmi? sotish buni aka. Pulga oldingizmi? Uyda turgan bu aka. Ha, uyda turibdimi? Ha. Voy yaramasi. 17 milyon 500 ming. Ha, 17 milyon 500 ming. Yana kam bor. Kamini ham qilib beramiz aka. Ajoyib ishlar bo'lyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli obunachilarim, hammaga xayrli kunlar. Azizlarim, xudo xolasa bugunlik kundagi videolarimizni davom ettiryapmiz. Andijon viloyati, Andijon tuman Jahonbozor hududidaman. To'g'ri aytding. Jahonbozor hududi qayerda, qanday joylashgan deb aniqini aytib o'taymi akalar. Oltinko'l tarafdan 36-postdan yurganlaringda Jahonbozorga kelaverishdi 1 kilometr qolganda chap tomonda yo'lni bo'yida xudo xolasa. Jahonbozordan kelishda akalar Oltinko'lga yurganda o'ng tomonda hop 1 kilometr yurgandan keyin o'ng tomonda keladi. Abdushukurning fermasiga kelganman. Abdushukurdan sotiladigan xudo xolasa 4 bosh buqalari bor ekan. Shularni sizlarga to'liq chiroyli yoritib beraman. 2025-yil hafta kuniga dushanba 29-sentyabr kunida turibmiz. Abdushukur hormay. Jalonbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? 4 dona ekan, xudo xolasa. 4 dona. 4 dona ekan akalar. Qisqa va mazmunli zo'r video qilib beraman. Ma'noli buqalar ekan, xudo xolasa. Bugun ham xudo yengil berib yuboramiz a? Yengil beramiz. Yengil beramiz ekan. Akalar, kelinglar sanoq qilib qo'yaman. Shu sanoq bo'yicha ham savdolashsak mana. 1 2 3 va 4 ekan. Bir boshdan olib chiqib ko'rsatib turamiz, bo'lsa oyoq qo'lni ko'rsatamiz akalar. Zo'r video qilib beraman. Like'ni ayamay turasizlar. Biz boshladik. Abshukur. Birinchisi aka. Birinchisi sanab qo'ydik-ku. Ashni birinchisi akalar. Boqma buqa, o'zimizning mahalliy buqa ekan, ha, mesniy buqa aka. O'zimizning mahalliy buqa ekan. Vodiydik akalar. Mana qora to'n. Bo'ylari akalar 1.20 dan balandroq chiqyapti. Nargi ikkalasi 1.25 chiqdi. Vaqtdan yutish uchun o'lchab qo'ydik. Qalay ko'rinyapti joyimizda. Mana salqindan turib oldim. Atrofni aylantirib olyapti. Abdushukur sekin. Kel. Qo'rqma. Yem yeb turgan buqa aka. Ha? Yem yeb turgan. Yem yeb turgan buqa ekan-a? Yaxshi. Aram olmas. Zo'r narsa ekan. Oldi ham kelgan ekan, akalar ko'ringlar-da. Orqa ham baland ekan-a? Ha, orqa. Hamma tomonlama kelgan ekan. Uzun buqa ekan, xudo xolasa. Abdushukur, buni donalab aytamizmi yo uchovini birda aytamizmi? Donalab ham aytaveramiz, uchovini ham birda aytib beraveramiz. Xo'p, mana 2,5 daqiqa bo'libdi, narxiga o'taveramiz, ha? Nimani kutamiz boshqa? Donalab aytib ketaveraylik. Bo'laveradi unda ham aka. Bo'laveradimi? Qalay ko'rinyapti akalar? Joyimiz shunaqa oftob. Ha. Bunga aka 22 milyon 500 ming berishsin aka. 23 milyon 500 ming. 22 milyon 500. O? Mazza-yu. Oshcha aytmaymiz aka, maqsad sotish. 22 milyon 500 ming. Ha. Men 23 milyon 500 ming eshitdim. Zo'r. Yo'q. Puli yengil mollar. Mazza zo'r. Yana xayri bor. Xayri ham bor aka. Gap yo'q. Abdushukur, bu birinchisi, xudo xolasa. Birinchisi aka. Uchtasini birda qilib ham aytamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Ketdik. Olib kirdik. Olib chiqishini ham ko'rsatdim. Ha? Yaxshi. Mana akalar, ko'ringlar, oldida yuk ko'p ekan buni. Lekin o'ta beg'ubor, ha? Ha, yeb ichishi ham yaxshi ekan. Yeb ichishi yaxshi ekanmi? Sinab qo'ydingiz, xudo xolasa. Ha, sinaldi aka, mana. Mana akalar, qalay ko'rinyapti. Yo'q, yaxshi olyapman. Yaxshi olyapman. Hali quyosh tushib olyapti deganlarga, lekin chiroyli chiqyapti. Mana. Yem yeb turgan buqalar. Yem yeb turgan. Akalar 1.20 o'lchadik, 1.25 chiqdi bu ham. Plus minus deb turaveraylik. Mana shunaqa aka. Ana butun gapirmaylik, 25 ta atrofida chiqdi bo'ylari. Uzoq baxmaydi aka bu. Ha, uzoq baxmaydi inshaalloh. 3 oy baqadir asabasi. Bo'yinlari ham yaxshi. Kallalar. Toshlarni ham ko'rsataychi. Buni narxi necha pul? Abdushukur. Bunga 22 milyon berishsin aka. 22 milyon berishsin. Ha.
Yaxshi ketyapmiz. Yaxshimi aka? Ha, zo'r. Yaxshi Puli ketyapmiz. yengil aka, xudo xolasa. Yaxshi ketyapmiz, zo'r. 22 million deb turaylik. Xo'p, berishsin deb turaylik. Uchinchisini olib chiqaylik-da. Hop. Ish bor. Mana aka, yuruvlar. Abshukur uchinchisini turgan yerda. Bo'laveradi unda ham Ha, aka. ko'rsatib beramiz-da, keyin mo to'rtinchisini olib vaqtdan yutaylikchi. Hop. Bu tug'ma to'qol ekan-a? Ha, to'qol bu aka. To'qol ko'rinishi aka, tug'ma to'qol. Mana, tepalardan bitta ko'rsatib bering. Mana aka, qalay ko'rinyapti. Bo'yinlarni yaqinlashtir. Hoppa. Tak. Abshukur turgan yerda aytaveramiz narxlarni. Bo'laveradi aka. Ayting, nech pul bu? Oshcha aytmaymiz, bunga ham 21,5 berishsin. 21,5. Ha? Kami ham bor aka. Kami ham bor. Bo'ldi. Abshukur mana buni 21,5 dedingiz. Xo'p dedim. Narigini nech pul dedingiz? Buni 22 millionga beramiz. 22 millionga beraveramiz. Narigi 22,5. 22,5. Uchovini teng olsa-chi, Abshukur teng oladi, xudo xolasa. Bir kishi chaqirtiradi. Uchoviga aka. Bitta arzon qilib ayting. Arzon qilib ayting. Mol sotaylik bugun. Rosa mol sotgim kelib qoldi. Uchoviga 21,5 dan berishsin. Aytmash to'qol narxi. Uchoviga 21 million 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab Dastlabkasi ichida aka. yetib boradi. Vodiyni qayerdan bo'lsa ham Qayerdan bo'lsa yetib telefon boradi. qilishaversin aka. Alloh barakasini bersin. Akalar qalay bo'ldi? Bir agar yaxshi bo'lgan bo'lsa, Kichkina buqalar emas buqalar. kichkina buqalar emas. Agar narxi zo'r bo'lgan bo'lsa, akalar laykchi tirsat urib turib obuna bo'lib turinglar-da, shunaqangi arzon joylardan chiqaryapman. Abshukur 21 million 500 mingga vodiy bo'ylab Vodiy bo'ylab dastlabkasi. ketdi, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ylar aka ma'lumot uchun 120 dan 125 gacha buqalarimiz ketdik. Bu kichkinamiz qoldi, xudo xolasa. Ha, Aha. Olib chiqib ko'rsatamiz buni. bo'laveradi aka. Olib chiqdik. Abshukur mana raqam bo'yicha 4-chi deymiz. Yomon yedi ekan-a? Yeyishi o'ta zo'r aka. O'ta zo'r ekan-a? Ha, mol yesa yaxshi-da. Ha, yesa yaxshi. Yemasa bir balo. Asta. Yegani yaxshi moldi. Qancha bo'lsa ham. Mana akalar qalay ko'rinyapti. Chiroyli chiqyapti, xudo xolasa. Hop. Buni ham eti yaxshi aka. 1.15 ekan, akalar o'lchab qo'ydik. Eti ham yaxshi ekan-a? Ha, Tiniq narsa ekan, akalar ko'ringlar-da. uzoq bahmaydi aka. Uzoq bahmaydi. Bu endi yerga yaqin akalar. Yemni beraverasizlarda, ja og'ir vazn bo'lib ketmasa ham to'g'risini aytsak, tum-tumaloq tezroq yetilib qoladi. Ha, Ha, qassobga tezroq tayyor bo'lib qoladi. 3 oy bahsi semiradi. 3 oy boqsa semiradi. 3 oy vaqt sotaverasizlar. Xudo. A puli ham arzonmi? Puli arzon aka, puli bo'zadi narxida bu. O. So'lang. 17 million 500 berishsin bunga aka. Uy. Eh, buni pulga Maqsad oldingizmi? sotish buni aka. Pulga oldingizmi? Uyda turgan bu aka. Ha, uyda turadimi? Ha, Voy, yaramasi. 17 million 500 ming. ha, 17 million 500 ming aka. Yana kam bor. Kamini ham qilib beramiz aka. Ajoyib ishlar bo'lyapti. Akalar, ajoyib ishlar bo'lyapti. Vodiy bo'ylab yetib boradi. Yetib boradi vodiyni qayerga bo'lsa ham 17 17 million 500 ming. mingga akalar vodiy bo'ylab boqma buqa yetib boryapti. Gap yo'q, Alloh rozi olsin. Video olaman, maza qildim akalar. Mana qaranglar. Zo'r bo'ldi. Baylavering. Qo'l ko'tardik. Gap bo'lishi mumkin emas. Ketdik. Sekin baylaverasiz. Akalar, baylash davomida xayrlashamiz endi. Xo'p, pastda ikkita raqamni qoldiryapman. Narxlar nihoyatda mo'tadil, arzon bo'ldi. Alloh rozi olsin. Shunchalik yengil aytib sotyapti, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab, xudo xolasa, aytilgan narxga yetib boradi, aka, inshaalloh. Xudo xolasa. 17 million 500 ming xayri kam bilan yetib borar ekan mana bu qamiz. Rahmat, hammaga sog' bo'ling. Abshukur. Xo'p aka, telefon qilishaveradi aka. Xo'p, pastda Abshukurning raqamini qoldiryapman. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Rahmat, hammaga sog' bo'ling. Sizga ham rahmat, janob.